Toshkent viloyatida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'kalamzorlashtirish ishlari izchil amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining bu yo'ldagi vazifalarni jadallashtirishga qaratilgan farmoni ijrosi viloyat darajasida bosqichma-bosqich ta'minlanmoqda. Viloyatda yashil maydonlar hajmini oshirish maqsadida mevali va manzarali ko'chatlar ekish ishlari rejaga muvofiq tashkil etilgan. Ekilgan ko'chatlarning sug'orilishi, parvarishi va saqlanib qolishi uchun zarur infratuzilma yaratilgan. Yashil makon umummilliy loyihasi ijrosi viloyat prokuraturasi organlari tomonidan qat'iy nazoratga olingan, ekilgan ko'chatlarning parvarishi, sug'orilishi, agrotexnik tadbirlari barchasi nazoratimizda. Mana bahor faslida 11 milliondan ortiq daraxtlar ekildi viloyat hududlarida. Kuzgi mavsumda 10 million 106 ming tup mevali manzarali ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan. Xuddi shunday viloyat prokuraturasi organlari tomonidan o'zimiz ham mana shu loyiha doirasida oldimizga 50 ming tupdan ortiq daraxt ekishni rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda mana 10 mingga yaqin daraxtlar ekdik. Mana ko'rib turganingizdek, bugun ham xodimlarimiz tomonidan mana shu loyiha doirasida ko'tarinki kayfiyatda hashar o'tkazilyapti. Kelgusida ushbu ekkan daraxtlarimiz atmosferani, havosini ifloslanishini oldini olish, shuningdek yurtimizning yashilligiga o'zini hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Ko'kalamzorlashtirish jarayonlari doimiy monitoring qilib borilmoqda. Ekilgan ko'chatlar soni, ularning holati va amaliy natijalari elektron platforma orqali qayd etilib, shahar va tumanlardagi ishlarni muvofiqlashtirish mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Kuz mavsumida barcha hududlarda keng qamrovli ko'chat ekish ishlari davom etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab Yashil makon umummilliy dastur doirasida ko'pgina hududlarda manzarali hamda mevali daraxt ekish jarayonlari davom etmoqda. Bugun biz ham Toshkent viloyat prokuraturasi jamoasi uyushqonlik bilan mana shu umummilliy dasturga o'z hissamizni qo'shish maqsadida jamoamiz bilan birgalikda rahbariyatimiz boshchiligida mazkur hududga kelib, manzarali hamda mevali daraxtlarni ekish jarayonida bevosita qatnashmoqdamiz. Bundan maqsadimiz kelajakda shu tabiatimizda yashil makonni keng targ'ib qilish hamda bu ekilayotgan daraxtlardan ertaga ekologiyamizda havo tozalanishi va ekologiyaga o'z hissamizni qo'shish. Turli hududlarda minglab mevali va manzarali ko'chatlar ekilib, viloyatning ekologik barqarorligiga hissa qo'shilmoqda. Mutasaddilar ta'kidlashicha, bu ishlar nafaqat yashil maydonlarni kengaytirishga, balki har bir hududda sog'lom ekologik muhitni yaratishga, odamlar uchun qulay yashash sharoitini ta'minlashga xizmat qiladi.